Men aslida karta o'ynashni umuman tushunmayman. O'zimcha xayolimda bir narsalarni hisoblayman. Lekin aslida hech narsani bilmayman. Tavakkaliga o'ynayveraman. Odam tavakkal bilan pul yuta olarmidi? Yangi karta iltimos. Xo'p, mayli. Dangal gapni aytaymi? Sizni shu cho'ntagingizda bir narsa bor. Shuni kartalarga surtyapsiz. Biz ko'ra olmaymiz, lekin siz ko'rasiz. Chunki ko'zingizda maxsus linza bor. Kartalarni belgilab qo'yapsiz. Karta tarqatilmasdan avval katta tikib yutyapsiz. Qalay? Tavakkalda. Lekin to'g'ri odamga aytsang, pul ishlab olasan. Orqangdagi charm kurtkali odamni ko'ryapsanmi? Uni ismi Cho'rtkasar Ali. Hozir borib buni unga aytaman. Yo'q. Yo'q, u bo'lmaydi. Yarmi seniki. Bo'pti. 4dan 3 seniki. Ketyapman. Ishni beliga